Assalomu alaykum shunqorlar. Mana 19-darsimizga yetib keldik. 19-darsimizda qanot mashg'ulotlari, bel mashg'ulotlari va trapetsiya qo'limizni oldi qismiga ishlaymiz. Qani ketdik. Har doimgidek qizib olamiz. 5 minut. Besh minut qizib oldik. 5 minut qizib olganimizdan keyin hech qachon modasi o'lmaydigan turnik mashg'ulotini qilamiz. Turnik mashg'ulotimizni 10 tadan 4 marta qayta bajaramiz. Tanamiz yaxshi qizib oldi. Endi belga va qanotimizga ishlaymiz. Birdaniga set qilib. Qaranglar. O'zlaringga mos vesti qo'yasizlar. Belga, stavna tiyaga 1 2 3 4 5 сразу 1 2 3 4 5 ketdi yana 1 2 4 5 1 3 4 5 ketdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Birinchi patxotimiz tugadi. Xuddi shunaqa tarzda set qilib almashtirib 4 marta qayta bajarasizlar. Stolni 45 gradusga qo'yamiz. Ikkinchi mashg'ulotimiz qanotimizga. O'zimizga mos vesti olib yerga cho'zamiz oxirigacha.